Assalomu alaykum jamoat. Bugun 28-may Жалал-Абад областы Бүргөнді мал базарында ұстағандар Қошқар базардабыз. Бүгін үшін жерде қысқаша алынған сатылған балаларды қысқаша көріп біліп береміз ұстағандар. Мына кетіғандар ұшыл қойлар екен, солықтар 14.000 сомнан болды. 14.000 сомнан мына Soyuş kaldı ele jaraydı şu ekranı önler. Maka uşul koy 15.000 som olur. 15.000 som. Maka şu iki koçkor 38.700 som oldu maka. Alamayın sarı. 37.800 maka. Qaysi baraka özüm. Rahmat bu. Qaysi qancha olib ketdi aka? Maka aytganlar şu sarkalar 10.000 somdan bo'ldi. Aka soyishga ketadimi bular, ha? Şu qassa olib ketyapti 10.000 dan tegiz. 10.000 somdan. On bin somdan bo'ldi bunlar. Shuni girib olib qo'yaymi, ha? Jonivar ama yomon salmoq bo'lgan amaç. 10 bin somdan arzon bo'lib turadi amaç. 10.000 somdan bo'ldi tuğanları. 10.000'dan bo'ldi turadi tegiz. Barın şeyden aşırasın araba. Barın şeyden aşıradı yine. Ya birer tane vermeysin yarım 10.000'e? Ya bunda ortaçası var. Ne ki Qo'chqorlar O'zbekistonga ketyapti aka. Kirasi qanchadan qanchaga bo'ldi dedingiz aka? 16'dan 21'gacha. 16'dan 21'gacha. O'zbekiston qayerdan uradi aka? Namangan. Namanganga. Telefon nomeri aytib qo'yasiz aka, chalatda o'zbeklar ko'rib qoladigan bo'lsa. Namangan rayon Tepaqo'rg'on qishlog'i. Shaqo'rg'on. Tepaqo'rg'on. Tepaqo'rg'onga. 402 93'lük. 402 90 75. Maka tuğanlar O'zbekistonga ketdi atış Qo'chqorlar, O'zbekistonlik bir tuğanlar. Sakam nomerini çalıp alaverasinglar. Çatın kraskadan alın. Qanchadan bo'ldi tuğan? Başlayalım, biz verin bunları. Nasıl bu yüzü çeçer? Yemiş çeçer. Az bu yüzü çeçer. Bunun 16 Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi tuğan? 26, 27. 26, 27. Sarığı 27, onası 26. Sonrası 27 oldu, bu 26 oldu. Maka O'zbekistonlik bir tuğanlar, maka assalomu alaykum. Şu Qo'chqorlar O'zbekistonga ketdi tuğanlar. Namangan ne degan yerga boradi aka? Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i. Mana Qo'chqorlar hammasi shega. Ashega boradi. Qanchadan nomeringizni aytib qo'ymaysiz aka? Nomerimiz 94lik 458 74 74. Maka tuğanlar. O'zbekistonga ketdi, xudo xolasa ertangdan o'tib qoladi aka. Ha, ertang kechki adresga borib qoladi da. Xudo xolasa. Okey. Qirg'izistondan toza Qo'chqorlar ketdi, xudo xolasa. To'yga qo'sha turganlar bormi yo'q aka? Bor, ana, arashallar 80 likni. Kashdan bor mana yuribdi. Aha.
Koyga koşadagi mana kashdan. Koyga irg'i yuribdi ana. Oho, onu shunisidan lekin ama. Ha. Ko'chat ham boshqacha narsa janivar. Aka O'zbekistonlik bir to'g'onlar ketdimi, qulog'im qarmagan mo'ydin O'zbekistonga xudo xolasa. Qaysi savdo oldi aka? Beni malavi. Qancha? Qancha? Bo'ldi, qancha mingdan? Aytaylik o'sha. O'sha aynan chiqib beramiz. Satıldı mı? Nake yine bala koylar tegiz 16 bin so'mdan 4 baş ekan nake. 4 koy 4 koy üstümeyin 16 bin so'mdan satıldı. Al nake. 4 koy 5 koy ekan. Birisi 8 ekan. 16 bin so'mdan satıldı to'g'on. Qancha oldu atma? 12 jarımga satam neydi? Volkan biliyor musun? Ben sen Ya kaç ödedin? 12'ye so'radi Volkan. Kaç ödedin? 10 jar. Kema yine balaga 10.500 so'm berib atdı nake. Sıra atkan balani? Oğlum. Kamera çirkoş olan adam. Düştü aka. Bu kaç öğretti kameradan aka? Kamera mı kaçma? Erkekçe surap ketdi hozir aka. Qo'ldirmayimda urmab ketdi hozir aka. Erkekçe. Biroq turamaslik qo'ydi aka, ammo qolaversin deb. Bo'lsa kishini qo'shib ko'ring aka. Qancha olsa berasiz aka? 11 bin bo'lishi. Al erta menenki bana aytib aytdim men bu kadar 5000 so'm arkasına ziyanlar. 90'dan berbe qo'yib. O'sha aytdim. Men o'sha erta menenki bana aytib. Ne qo'ydi u? Biroq ham 25 mingga kirganmi? jarim Shuni erta men 25 mingga kirgan ekan, qanchaga sotilganini bilmaydik biroq. Sodan bu gel so'radi men uni at salganda yo'l bo'ldim so'rayapman. Ha. Siz 12 so'ragan bilengiz? Rostmi? 12 ver deyapti. Men 11 ming beraman. 11 ming so'm so'rayapman buna bet. Ma'qul kelsa ber. Jarimga dil oldu. Qanchaga? 11 ming so'm buna. 11 mingga aka? 11 mingga oldim. Ne deysiz? 11 ming so'mga olib turdim aka. Brat aldım aka. Çoğak tartlı. Tartıldı aka. Şkaf canından mı? Brat bile tartıp koyuyoruz aka. Qancha qaldın aka? 7 ming so'm bo'ldi va? 7 ming 200 tamam mı brat alib turdim aka? Nasib qilsin 7 ming 200 bo'ldi. Aka 13 mingdan so'raganmi la? Baya 9 mingdan satılgan ekanda tegiz bir 20 boshday. Aka 13 ming so'mdan so'ragan ekan shu sarkalarda. 13 ming so'mdan so'rabdi. Ya qayerdan keldi aka bular? Ha. Alo. Toshko'mirdan keldi. 13 mingdan sotib oldik. Şu iki qo'zi 8 ming so'mdan sotib oldi eko. 16 ming so'm. Qalbga qoltirib biz ham qaytalaymiz. Qo'shqam. Meni 16 mingga. Men o'zi olganimda 9dan olganman. 10 dan ham sotdim, 9.5 dan ham sotdim. Shularda 9.5 dan so'ragan bermay qo'yganim. O'zingiz baka. Hozir o'zim pul bersam ham ko'mbirga. Faydalanganingizga ham nima qilib qo'yasiz aka? 100 so'm 200 so'mdan olib chiqaram olganman. Bering onu. Aka sotingchi. Buni purchaska qilib bo'la qo'ysang 11lik narsalar. Purchaskasi. Ha, qoladi bir kishi. So'ning ko'rinib qoladi-da. Semizda. Ular 11 dan bo'ldi aka. Ova. 16 ming so'mga eko soda oldim aka. Ketdi sotdi. Arazdan öldü. Qanchadan bo'ldi aka bular? 8'den beri verdim herhalde. Evet, kara. Tek 40 milyon bunlar başkan yok kadar. Bu kaçı da soluk.
Kötü sol. Erkekler onun arkalar. 20 42. Tart. Alın aga. Al akıl. Var bir. Kartın Qanchadan savdo oldi ati? Kartın 100 so'mda qirib. Var. Kursat koza zalim. Yok desene söz üstüne. 19 yarım oladi. Koy. 42 yarım. Shu siz aytgan ekan. Bu siz ular aytgan ekan. Kart olsun. Bu yengil. Yengil. O'zing. 19 so'm topib beradi. Qaysiga? 19 ga. 19 ga. Ekon 19 ga o'zi qaysi? Shu 20 ga qo'ydi sen Yine al. bolan 19 mingga. Mayli. Ha, yine bolan 19 mingga so'rayapti bunaga. Baqa. O Bular qanchadan savdo oldi? Ular aytgan o'sha 150 olur. Faydasi kerak yo'q. Bravo. Uchovi? 42.500 so'm. 42.500 so'm. Echkilar qanchadan oldi echkilar? Satıladi. Assam ne alacağım ben? Kağında koy. Bol bol. 200 so'm bo'lsa qacha? Yarılık koydu şu men uçuk koyatım. Arka tartçı. 62 mingga satıldı o'shanda. 62 mingga tak 1 2 3 4 5 baş 62. 62 ming so'm. Buna 62 ming so'm o'sha 4 baş satıldı bular. O'sha qo'y. Buna qo'zisi men, buna 3 qo'zi. 62 ming so'm oldu. Maka O'zbekistonlik bir tug'anlar, maka assalomu alaykum. Shu qo'chqorlar O'zbekistonga ketdi tug'anlar. Namangan ne degan yerga boradilar ekan? Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i. Mana qo'chqorlar hammasi shu. Ashega boradi. Xudo xolasa. Qanchadan nomeringizni aytib qo'ymaysiz aka? Nomerimiz 94lik 458 74 74. Maka tug'anlar. O'zbekistonga ketdi, xudo xolasa ertangdan o'tib qoladi aka. Ha, erta. Ertang kechki adresga borib qoladi-da. Xudo xolasa. Maka Qirg'izistondan toza qo'chqorlar ketdi, xudo xolasa. To'yga qo'sha turganlar bormi yo'q aka? Bor, ana arashallar 80 likna. Kashtan bor mana yuribdi. Aha. Qo'yga qo'shadigan mana kashtan. Qo'yga irg'i yuribdi. Oho, bunu shunchiladi lekin ama. Ha. Ko'chati ham boshqacha narsa janob. Maka O'zbekistonlik bir tug'anlar ketdimi, qulog'ini qarmaganmi O'zbekistonga, xudo xolasa. Maka qo'chqorlar O'zbekistonga ketyapti aka. Kirasi qanchadan qanchagacha bo'ldi dedingiz aka? 16dan 21gacha. 16dan 21gacha. O'zbekiston qayerdan uradi aka? Namangan. Namanganga. Telefon nomeri aytib qo'yasiz aka, chalatda o'zbeklar ko'rib qoladigan bo'lsa. Namangan rayon Tepaqo'rg'on qishlog'i. Shaqorova, Tepaqo'rg'on. Tepaqo'rg'onga. 402 93lik. Aha. 402 90 75. Maka tug'anlar O'zbekistonga ketdi, shu qo'chqorlar O'zbekistonlik bir tug'anlar. Akam nomerini chalib olaverasizlar. Çatın kraskadan alın. Qanchadan bo'ldi tug'an? Boshqa biz berin bularni. Azim o'zi chechadi. Ha, endi chechadi. Az o'zi chechadi. Bu 16 qo'chqorlar qanchadan bo'ldi tug'an? 26 27. 26 27 da. Arig'i 27, onasi 26. Sonrası 27 oldu, bunisi 26 oldu. Maka şu iki qo'chqor 38.700 so'm bo'ldi maka. Olamen sari 37.800 maka. Qaysi baraka o'zing? Rahmat bu. Qaysi qancha olib ketdi aka? Pullar tuzal. Maka aytganlar shu sarkalar 8-10 ming so'mdan bo'ldi. Aka so'yishga ketadimi bular, ha? Shu qassa olib ketyapti 10 mingdan tegiz. 10 ming so'mdan. $10.000 so'mdan bo'ldi. Shuni girib tatib qo'yaymi, ha?
Cihan ama yaman salmoqli ekan amaç. 10 ming so'mdan arzon bo'lib turadi amaç. 10 ming so'mdan bo'lib turibdi tug'anlari. 10 mingdan bo'lib turadi tegiz. Bari nechadan oshirasan arba? Bari nechadan oshiradi ekan? Ya birer tane bermeysen yarım 10 binge? Ya bunda ortaçası var.